Assalomu alaykum. Efirda axborot 24 informatsion dasturi. Xabar berib borayotganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatida bo'lib turibdi. Davlatimiz rahbari tashrifining ikkinchi kuni ham voqealarga boy o'tmoqda. Bugun dastlab Yangi O'zbekiston tadbirkorlaridan bir guruhini mukofotlash tantanali tadbiri bo'lib o'tdi. Ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 6-chi muloqoti o'tkazilmoqda. Bu yil ham tadbirkorlar kuni arafasida ishbilarmonlik muhitini yaxshilash borasida yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, mamlakatimiz taraqqiyoti va eksport salohiyatini yuksaltirish, milliy iqtisodiyotimizning barqaror o'sishini ta'minlash bo'yicha salmoqli natijalarga erishib kelayotgani, o'zining tashabbuskorligi, bilimi va tajribasini namoyon etib, investitsiyalarni jalb qilish, import o'rnini bosadigan mahsulotlar ishlab chiqarish, zamonaviy xizmatlar ko'lamini yanada kengaytirish, yangi ish o'rinlari va daromad manbalarini yaratish orqali aholi farovonligini oshirish yo'lida alohida jonbozlik ko'rsatayotgani, shuningdek ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun bir guruh tadbirkorlar yuksak mukofotlar bilan taqdirlangan edi. Ushbu orden va medallar davlatimiz rahbari tomonidan o'z egalariga topshirildi. Tantanali marosimda shuningdek tadbirkorlik sohasida ilg'or tajriba va an'analar maktabini yaratish borasida alohida ibrat va namuna ko'rsatib kelayotgan, o'zining izlanuvchanligi, kreativ g'oya va tashabbuslari bilan samarali faoliyat olib borayotgan yana bir guruh vatandoshlarimizga faol tadbirkor ko'krak nishoni topshirildi. Tashrif dasturiga muvofiq bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tadbirkorlar bilan 6-chi ochiq muloqoti bo'lib o'tmoqda. Yangi O'zbekistonda an'anaga aylangan ushbu anjumanda 500 nafarga yaqin tadbirkor bevosita, ilk bor tumanlardagi studiyalardan yana 25 mingga yaqin biznes vakillari ishtirok etmoqda. Tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda ham tanishtirib boramiz.